Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi darsimiz HTML5 ning yangi standartlari bo'ladi. HTML5 ning yangi standartlari bilan tanishamiz. HTMLimiz shu paytgacha rivojlanib kelib, hozirda HTML5 versiyasi yaratilgan. Hamma dasturchilar HTML5 da kodlarni yozadi. Biz ham HTML5 ning kodlaridan foydalanib, taglardan foydalanib, veb sahifamizni yaratamiz. Xo'sh, o'tgan darsda mana bu index.html ni yaratgan edim. Mana bu standartning ko'rinishini yozib ketgan edim. Endi buni index.html ni nomini ikkinchi dars qilib qo'yaman, ya'ni ikkinchi darsim edi bu. Bugungini 3-dars qilib yarataman. Bugungi faylimni 3-dars .html, ya'ni Hypertext Markup Language edi. Yaratdim. Xo'sh, endi bu yerda taglarni yozib boshlaymiz. Men shu joyda shift bilan undovni bosaman va enterni bosaman. Mana chiqaryapti context menudan enterni bosaman. Mana menga dastlabki standartning HTML5 ning taglarni yozib berdi. Xo'sh, endi shularni birma-bir tushuntiraman. Birinchi qatorda 12 ta qatordan iborat bo'lgan kod yozib berdi. Birinchi qatorda doctype HTML, ya'ni bu bizning mana bu HTML hujjatimizning tipi HTML ekanligini bildirib turibdi. Ya'ni dokumentimizning tipi HTML ekan. Xo'sh, ikkinchi qator HTML language English degan bu, ya'ni HTML da ichida taglarimiz inglizcha taglardan iborat ekanligini bildirib turibdi. Xo'sh, keyingisi head qismini aytganman, bu bosh qismi hisoblanadi. Head qismining ichida aytgan edim meta taglar mavjud bo'ladi deb. Endi mana shu meta taglarni o'rganamiz. Birinchi, 4-qatordagi meta tagim meta charset UTF-8. Ya'ni bu charset UTF-8imiz bu format hisoblanadi, ya'ni UTF-8 formatni poddeshka qilib biladigan. Endi 5-chi meta bu tagim yozilgan content edge, ya'ni shu browser tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, ochadi deyapti. 6-chi meta name viewport content width device width intel scale 1.0. Bu nima degani? Bu degani viewport o'sha portlarni ta'minlaydi, content width device width, ya'ni device degan o'zi qurilma degan, ya'ni mening saytimni, men yaratgan saytni telefonda, planshetda, kompyuterda, katta monitorlarda ochilganda ham mening saytim moslashib chiqishini ta'minlab beradi. Ya'ni bu moslashuvchanlikni ta'minlaydi, responsivlikni ta'minlab beradi. Intel Scale 1.0 bo'lsa, men yaratgan veb sahifamni birinchi marta brauzerdan ochilgan payti kattalashtirish darajasini 1.0 qilib olib ketadi. Demak, bu tagim responsivlikka javob beradi ekan, ya'ni moslashuvchanlikni ta'minlab beradi. Keyingisi title document. Title, ya'ni bu o'tgan darsimizda mana bu titlening ichiga bu mening birinchi veb sahifam degan matnni yozgan edik. Bu ham ichida hozir dokument turibdi. Buni o'chirib turib, xohlagan nimangizni berishingiz mumkin. Xo'sh, davom qilamiz. Endi bodyning ichida taglarni yozib boshlaymiz. Birinchi h1 tagidan yozib ko'rsataman. Bu kattalik hisoblanadi. Hello world deb yozib qo'yaman hozircha. Salom dunyo yozdim. Ya'ni bu eng katta kattalik, eng katta standartning kattalik pog'ona hisoblanadi. Buni ochib ko'ramiz. Ekranda dasturlashgan papkam bor va 3-dars, bugungi darsim kiraman. Mana ekranga hello world ni chiqarib beryapti, ya'ni eng katta standart shrift. Xo'sh, buning h'imiz h1 dan to h6 gacha mavjud. Hozir h2 yozaman. Buning ichiga ham hello world qilamiz. Keyin h3 ham bor. Buni hozir qayta yozib o'tirmayman. Mana buni nusxalab tashlayman. h3 4 5 6. Mana 6 ta tag yozdim. Endi buni 2 emas, buni 3 qilamiz. Bu yerni ham 3 qilaman. To'g'rilab chiqaman. h5 h5 va h6 qilamiz. Bu ham h6 qilamiz. Ya'ni h1 dan h6 gacha kichiklashib ketadi hozir shriftlarim. Xo'sh, ochaman brauzerni. Mana brauzerni ochsam, h1 dan h6 gacha bo'lgan taglarni kattadan to kichikgacha yozib berdi. Xo'sh, ketidan endi nima qilamiz? Keyingi taglarni yozamiz. Yana bizda HTMLimizda qanaqa taglar mavjud? Bizda p tagi mavjud, ya'ni bu paragraf tagi hisoblanadi. Buning ichiga ko'proq bo'lgan matnlarni yozib ketishimiz mumkin. Oddiy matnlarni yozamiz. Xo'sh, bu joyga yozaman. Bu
paragraf tagi deb yozib qo'yaman. Bu paragraf tagi. Xo'sh, buni ham hozir chiqarib ko'ramiz. Saqlayman, ochaman va yangilab yuboraman bir marta. Mana bu paragraf tagi yozilyapti. Endi P tagini o'rgandik, oddiy matn chiqaradi. Endi B tagini o'rganamiz. Bu bold hisoblanadi. Inglizchasi, ruschasi jирный qilib chiqarib beradi. Bu qalin shriftda yozib beradi. Yozib qo'yaman. Bu qalin shrift. Bu qalin shrift. Chiqarib ko'ramiz, yangilab yuboraman. Bu qalin shrift. Mana qalin shriftda chiqarib berdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, eshlarga o'zi avtomatik xususiyatida nima berilgan? Buning o'zi berilgan. Biz hozir mana bu eshlarni yozsam, o'zi buni qalin shriftda chiqarib beradi. Biz unga b ni yozishimiz shart emas. Xo'sh, b tagini o'rgandik. Undan keyin bizda i tagi mavjud. Bu italik hisoblanadi, ya'ni og'ma holda yozib beradi. Yozaman. Bu og'ma shrift. Yozib qo'yamiz. Og'ma shrift. Yozdim. Bu og'ma holda chiqaradi. Mana ko'ramiz. F5 ni bosib yuborsam ham bo'ladi. Yangilaymiz. Mana bu og'ma shrift. Endi shu joyga ahamiyat beraylik. Aytgan edim, HTML da taglar ikkita turga bo'linadi. Blok elementlar va inline elementlar. Mana bu joyda H1 dan H6 gacha bo'lganim, ya'ni H1 dan H6 gacha bo'lgan taglarim qarang, ketma-ket yozganman. Bu joyda ham kodlarim ketma-ket ravishda tushib kelyapti. Endi bunda bo'lsa, buni ham bu bilan ini ketma-ket yozdim, lekin bu bitta qatorda chiqyapti. Ya'ni bu tagim inline tag hisoblanadi. Ya'ni inline tag degani mana shu tagni yozdim, to'g'rimi? Tagning bu yog'ida nima bor? Joy bor. Browserning ham bu yog'ida nima? Joy bor. Keyingi yozgan taglarim shuning yonidan chiqib keladi. Endi biz buni bir qator pastga tushirib yubormoqchiman. Ya'ni blok element holatida deb tushunsak ham bo'ladi. Ya'ni qator tashlamoqchiman. Shunday payti menga BR tagi yordamga keladi. Ya'ni BR tagi bu tog tag hisoblanadi. Ya'ni buning ochiluvchisi bor, yopiluvchisi yo'q. Saqlayman. Endi ko'rsam, mana qalin shrift, og'ma shrift. Ikkita gapim nima qildi? Yangi qatordan chiqdi. Buni nima qildi? BR tagi amalga oshirdi. Endi bizda keyingi o'rganadigan tagim HR tagi bor. Ya'ni HR tagi bu bitta uzun line chiziq chizib beradi. Ya'ni line to'g'ri chiziqni chizib beradi. Qaraymiz. Mana bitta uzun chiziqni chizib berdi. Buni qaysi tag amalga oshirdi? HR tagim ham tog tag hisoblanadi. Xo'sh, bularni o'rgandik. Endi keyingi o'rganadigan narsa forma yaratishni o'rganamiz. Ya'ni saytlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish qismi bor yoki kirish qismi bo'ladi. Ism, familiya, parol, pochta kiritamiz hamda OK ni yoki ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Saytda shunaqa qilib ro'yxatdan o'tib ketishimiz mumkin. Bu forma hisoblanadi. Hozir sizlar bilan birgalikda o'sha formani qaysi taglar bilan yaratish mumkinligini o'rganamiz. Buning uchun forum tagi ochib olaman hamda yopaman tagni. Buning ichidan label tagi ochaman. Bu joyga yozib qo'yaman. Ism deb qo'yaman. Ismingizni kiriting deb o'tirmayman. Ism deymiz. Xo'sh, labeldan keyin input ochamiz, ya'ni input tagini ochaman. Input tagini ochdim. Ketidan mana bu type atributini qo'shib berdi o'zi avtomatik tarzda. Mana bu joyga text dedim, ya'ni o'zi tekstni yozib beryapti default holatda, ya'ni ismimiz bizlar kiritilgan ism matndan iborat bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun bu text bo'lib qoladi. Endi buni nusxalab olaman. Qayta yozib o'tirmaslik uchun buni tashlaymiz, Ctrl V qilaman. Endi buni ismni bu joyga familiya qilib qo'yamiz. Familiya. Xo'sh, endi yana label ochamiz. For kerak emas hozir menga atributi. Xo'sh, ism, familiya. Keyin nima so'rasin bizdan? Ismni so'radi, familiyani so'radi. Endi bizdan emailimizni so'rasin. Bu joyga pochta deb yozib qo'yaman. Bizdan pochtamiz qanaqa ekanligini so'rasin. Pochta va input type text. Xo'sh, input type bu joyda textini bu name idlarni o'chirib turaman. Endi bu text bo'lmaydi, ya'ni pochtamiz oddiy matn emas. Bu nima? Pochta email bo'ladi buniki. Ya'ni email tipidan iborat buniki. Xo'sh. Yana label ochamiz, forni ochib turamiz atributini. Endi bizdan shuni parolni so'rasin. Parol. Input type text. Endi shuni saqlayman. Bitta browzerimizning natijasini ko'ramiz. Chiqqan natijani ko'rib olamiz.
yangilab yuboraman. Mana ism, familiya, pochta, parol so'rayapti, to'g'rimi? Hozir men bu joyga parolni kiritsam, mana nima yozganim sizga ko'rinib qolyapti. Bu maxfiylik yuzasidan, maxfiylik jihatidan to'g'ri kelmaydi. Demak, bizda xato qilganmiz, ya'ni mana bu joyga tekst qilib ketdik. Bu parolimiz mana bu joyda tekst bo'lmaydi. Buning o'zining maxsus tipi mavjud. Bu password tipi hisoblanadi. Password yozdim. Endi mana bu parol joyiga yangilab yuboraman. Parol joyiga yozsam, endi nima yozganim sizlarga ko'rinmaydi. Men faqat o'zim bilaman buni. Endi mana shu jihati to'g'ri bo'ldi. Ya'ni parolingizni kimdir bilib qolishi mumkin emas. Xo'sh. Parol yozdik. Endi ketidan hamma narsani to'ldirib bo'ldik. Endi ro'yxatdan o'tish bizga tugmasini hosil qilsin. Buni button bilan yasaymiz. Ya'ni button tegini ochaman, button tegini ilaman, yopaman. Bu button tegi knopka hosil qilib beradi. Bu joyga yozib qo'yaman. Ro'yxatdan o'tish misol uchun. Ro'yxatdan o'tish deb qo'yamiz. Saqlab olamiz va brauzerni ochaman. Yangilab yuborsam, mana ro'yxatdan o'tish tugmasidan chiqardi. Endi qarang, mana bular bitta qatorda chiqyapti. Buni yangi qatordan chiqarishni ko'ramiz. Sizlar bilan hozirgina bir tegini o'rgandik. Endi mana bu ketidan bir tegi tashlab ketaman. Har birining ketidan shunda yangi qatordan chiqadi har bitta inputim. Xo'sh. Saqlab yuboraman, Ctrl S qildim va brauzerni ochib F5 ni bosaman, yangilab yuborsam, endi mana nima qilyapti? Chiqaryapti. Xo'sh, to'ldirib ko'ramiz. Ali Vali pochta. Ali Vali bo'lsin. Keyin parol. Parolga ham nimadir yozdim. Ro'yxatdan o'tishni bossam, endi qarang, pochtada xatolik bor deyapti. Ya'ni bizning emailimizda xatolik bor. Ya'ni bu email bo'lgani yo'q. Faqatgina men nima yozdim? Matn yozdim. Email bo'lishi uchun o'zining qoidalari mavjud. Ya'ni oldida biror bir matn bo'lishi mumkin, son bo'lishi mumkin. Undan keyin belgisi, ya'ni bu kuchukcha belgisi hisoblanadi. Shu bo'lishi kerak. Keyin Gmail, Mail.ru bo'lishi mumkin, Yandex bo'lishi mumkin. Mana shu qoidalarga asoslangan holda bo'ladi. Endi mana bu joyga gmail.com desam, endi buni to'g'ri qabul qiladi. Mana ko'rdingizmi? Endi buni to'g'ri qabul qildi. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Qarang, mana bu joyni men hozir pochtani email kiritib ketganligim uchun buni haqiqiy email yoki haqiqiy email emasligini tekshirib beryapti. Agar men bu joyga email emas, oddiygina matn kiritib ketsam, uni pochta emasligini tekshirib o'tirmaydi, qabul qilib ketaveradi. Shuning uchun ham men bu joyni nima qildim? Email qilib ketdim. Xo'sh. Ketidan yana HTML da o'rganadigan teglarimiz mavjud. Bu ro'yxatlar, ya'ni biz HTML da ro'yxatlar bilan ham ishlashimiz mumkin. HTML da ro'yxatlar ikkita turga bo'linadi: tartiblangan va tartiblanmagan ro'yxatlar. Mana shu joyga hozir OL tegini ochaman va OL tegini yopaman. Ichidan li ochaman. Li'imiz list items hisoblanadi, ya'ni o'sha ro'yxatimning elementi. Bu joyga yozaman salom deb yozdim va buni nusxalayman. Ctrl C qilsam, mana shu 39-qatorni o'zi nusxalaydi. Ctrl V 4 marta tashladim. Endi bu salom turdi. Ochib ko'ramiz endi brauzerni. Yangilab yuborsam, mana bu tartiblangan ro'yxat hosil qilib berdi. Ya'ni oldiga nima qo'yib berdi? O'zi sonlarni ketma-ket yozib berdi. 1 2 3 4 deb o'zi sanab beryapti, nechta element bor ekanligini. Bu nima ekan? Tartiblangan ro'yxat ekan. Endi shuni mana bu joyga yozib qo'yaman. Bu tartiblangan ro'yxat deb yozib qo'yaman. Ya'ni bu dasturimni, loyihamni ertaga bir kun boshqa bir dasturni ochib ko'rgan payti bu nima ekanligini tushunib olish uchun. To'g'ri, hozirda bu narsam soddagina shaklda bo'lyapti. Ertaga 500 qatorli, 600 qatorli kod yozgan paytingizda mana shu kodlaringizning ma'lum bir joylariga tavsif berib ketsangiz, ertaga boshqa bir odam ko'rgan odam yoki o'zingiz ham ko'rsangiz, bitta ko'rishda bu joyga nima yozgan ekanligingizni bilib olishingiz mumkin. Tartiblangan ro'yxat deb qo'yamiz. Endi buni qarang, saqlab turib hozir ochsam, mana bu joyda chiqyapti. To'g'ri, bu joyda ham chiqishi mumkin, lekin men buni hozir izohlarga olib qo'yaman. Ya'ni komment